yerga tushirishning eng yaxshi usulini topdik. Gap yo'q. Aniq nishonga tegdi. Bo'ldi, suvdan hamma narsani yig'ib oldik. Ovqatlarimizni qulay bo'lsin deb sumkaga sovg'aganmiz. Har birimiz yana shaxsiy sumka olib kelganmiz. Senikida nima bor, Karl? Yur, endi boshqasinikini ko'ramiz. Hammasi tushunarli. Lekin ajablanarlisi nima bilasizmi? Biz bu yerosti shahrining hali kichkina qismini ko'rdik xolos. Bu devorlar ortida bir qancha tonnellar yashiringan. Hatto bu yerdagidek yana bir katta xona bor ekan. Qayerda? Nima? Ammo yigitlar bu tonnellarni o'rganishga yordam bersin deb har kuni bu yerga mashhur bir youtuberni olib kelayotganimni bilishmaydi. Safimiz ko'paygan sari bu yer tobora ko'proq tartibsizlikka ko'milyapti. Hey! Og'ayni, sen endi kelding-ku. Bugun ertaroq uxlaymiz, chunki ertalab sizlarga surprizim bor. Nimadir bo'lishi aniq. Yerosti shahridagi birinchi kun muvaffaqiyatli o'tdi. Ertalab ko'rishamiz. Xayrli tong! Buncha vaqtli. Bugun ajoyib kun bo'ladi. Tongda hammani liftga olib bordim, katta yangiligimni e'lon qilish uchun. Bugundan boshlab har tongda bizga mashhur bir youtuber qo'shiladi. Sirli mehmonimiz yuqoridan tushib kelayotgan Gideon. Bu joy shunakam shahar-ku, hattoki charxpalagan bor ekan. Ha, lekin bu hammasi emas. Biz hali bu zinapoyalarga chiqmaganmiz. Hayotingda ko'rgan eng qo'rqinchli zinapoyalar shu bo'lsa kerak-a? Voy, yigitlar, bu yoqqa chiqing. Lazer balandlikdan qo'rqadi. Nega bunday qilyapsiz? Bugun qo'rquvni yengamiz. Kelaver, qo'rqma. Yo, tavba. Nega buncha xotirjamsan? O'lishim yozilgan bo'lsa bo'ladi. O'ylab o'tirmayman. Ey xudo. Yaxshi, o'rganishga Endi borish uchun o'zimni- endi qo'limizda fonar bor. Ancha xavfsiz his qilyapman. Xotirjam bo'lma, chunki mana bu burilishda biz juda shubhali eshikni topdik. Kirish taqiqlangan. Shoshilmanglar. Men tekshirib ko'raman. Yo'q. Yigitlar, hammasi joyida shekilli. Yer ostida kimdir yoki nimadir yashamayotganiga ishonchimiz komilmi? Buni bilish uchun birgina yo'l bor. Bu yer rostdan ham qo'rqinchli joyga o'xshar ekan. Voy, yo'q. Bu taxtalarda avval kirmang degan yozuv turgani, keyin uni kimdir yulib tashlaganmi? Albatta shunday bo'lgan. Yoki shunchaki bezak uchun. Menimcha bezak. Yuringlar orqamdan. Umuman qo'rqinchli emas. Hey, ishonaveringlar. Bu yerda 1000 yildan beri tuz qazib olishgan. Endi qaranglar, qo'limda dengiz tuzli qora shokoladli Feastables batonchasi bor. Agar dengiz tuzli shokoladimizga yana tuz qo'shsak-chi, juda mazali bo'lsa kerak. Ta'mi o'zgarmagan. Wow, rosta mazali ekan. Ancha zinalarni bosib o'tganimizdan so'ng, Zinapoyalar o'zi bizni qayerga olib boryapti? bilmayman. Balki bormasligimiz kerak bo'lgan joygadir. Bir daqiqa nima deb yozilgan o'tish taqiqlanadi. Bu nimani anglatadi? Karl, qo'lingni mana bunday qil. Buni ehtimol kamerada ko'rsata olmasmiz. Bu